Assalamu alaikum, Ahmetcan efendin. Gepinizni anlap çıktım. Sizin deginiz toğra. Qilmoqchi bo'lgan ish qanchalik cho'ng bo'lsa, shuning sifati ya sifatning dalilligini talab qildi. To'g'ri, qo'shilmaymanmi. Lekin hozir mas'ul u yerda emas. Nimishqa shu surgun hukumati imzo to'plash faoliyatini boshlasa bir kun qolmaylam ashuni chiqirdi. Qilmoqchi bo'lgan ishi 5-oyning 3ga, ya'ni 2 oydan uzoq vaqt bor. Nimishqa burun qilmaydi yoki bir hafta burun qilsa nimday? Yoki bir oydan keyin qilsa nimday? Nimishqa muyoqdan ish boshlamay tursa muyoqdan tayyor bo'lib bizning qalbimizga qanday xiyol keldi? Bu ishni buzmoqchimidi bular deydigan xiyol keldi. Sizchi, siz ashuni ko'rib siz qanday o'yladingiz? Hozir men qo'llamog'im bilan qurultayni. Burun men 10 yil qo'llab kelgan. Namoshlis namosh bo'y pullis pul deb. Qarg'uchi agishib mangan odamda menmi? Ashu gumonlar yig'ilib ashu indigenous people masalasi chiqqan chaqda biroqlam portlab voy qo'ya bo'ldi deb tashlatgan. Chunki bularning yolg'onchiligi bizni boshlab menayotgan yo'lning xatoligini his qilib qoldim. Yana birisi Mausali Xudoyori inimiz Facebookda naq maydon qilib chiqadi. Qilmoqchi bo'lgan faoliyatni tushundirib. Twitterda hozir X deydi, ashundan chiqadi. Bu Dünya Uyghur Qurultayı Facebookda Uyg'urcha chiqadi. Ma Twitterda hozirgi X'da hech qanday unda u to'g'riliq narsa chiqamadi. Nimishqa chiqamaydi? Chiqaramaydi. Nimishqa deganda bularning inglizcha xabarlarini ko'rma. Ko'p vaqtda bizning vatanimiz Sharq Turkistonni Uyg'ur region deb ataydi. Tarjim qilsak Uyg'ur rayoni. Mustaqillikni ishlatadigan o'rinda independence ishlatmay, kishilik huquq, human rightni ishlatadi. Shu achqimish uzun maqolani inglizchaga tarjim qilib chiqaramidi deb o'yladim. Bomsi chiqarib bo'ladi. Ashta bo'lsin yaqinda mustaqillik degan narsani og'ziga oldigan, jiq vaqtda oldigan bo'lib ketdi. Mushu xalqdan kelgan bisim burun bundaq emasdi. Ashu xalq o'zgartiyotdi. Ashta qimsi bo'lmaydigan yer apadi. Jiq haqlar o'qinib ketdi. Men bunda desam xafa bo'lqamanjimi? Mushu ashuni chiqargan sababini masalan qurultaychilar ash tarafni qo'llaydiganlarmi balki mendek o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Nimishqa hozir chiqargandi buni deb. Buzmoqchimidi bu ishni deb. Buningga qo'l qo'ysa qurultay shu 5-oyning faoliyatiga foydasi bo'lsa bo'ldi-ku, ziyni yo'q-ku. U vaqtda surgun hukumati ashlar qurultaylar degandek ashlar faoliyat bo'lsa, mustaqillik uchun vatanimizning, shuning uchun faoliyat bo'lsa, bu surgun hukumatni qo'llash bo'lishi mumkin. Ashundaq ish. Men bu burun ashundaq 10 yil qo'llab keldim qurultayni. Ashu guman bilan guman ashu yig'ilib qolsiri, lekin ash vaqtida bizning shu atrofimizda sorun beshi bo'lamdi, bir sorunda o'tirib qolsak ashu ishlar chiqib qoldi, paransilishib qolamiz. Voy, g'olam Osman bir sarang u uydan chiqmay kompyuterdan oldi so'zlaydi deb. Ashtaq deydi bizga. Ashtaqqa u odam sarangka deb deydik. Lekin hozir gap so'zni anglasak shundaq yaxshi gap so'zni qildik-ku. Nimishqa ashadam boshda bayqidi bularning yo'li xato deb. Ankiz bu odamni ayrim qilib qo'ydi mana. Hozir men Avstriyada men shu qurultayni qo'llamayman deganim maydanim aniq bo'lib bo'lgandan keyin men boshtaroq bo'lyapman. Shu bizning shu yo'lda ta'minlayotganlarmi ashtaroq bo'lyapti. Shunga qarindoshlarimiz shu jamoatdan ayirib qolmayli deb jim o'tirayotgan qarindoshlarım bor. Anki ma ustida chiqarib qo'ygan rasmim 2012-yili qurultayning shu Twitter akkauntisi. İngilizce bor, shu Uyg'urcha tarjimasi bor. O'qisanglar bo'ldi. U vaqtida Uyg'ur region degan gap chiqishdan burun u gapni topmagan vaqtda nim deydi desanglar Xinjiang deydi.
Şinjanның mustaqilliği üçün biz köreş qıp baxmıdıq, xapı bolmsaң deb. Muştaq təşkilatını qanda qollaymiz. Ras mustaqillik üçün aşu xizmət qılamı? Aştaq işlar bir qıtım emas, iki qıtım emas, üç qıtım bəkçiq bu ketdi. Şuңaşqı işənchisini yoqutvatdı ular. Şuңaşqı ma bir düşmənlik üçün mundaq sözləvatdı mən emasçımı, onu xata düşünüb qalmanglar. Bu atqan iş muşu. Masali Xudoy inimizni saqçığı çaqqan iş üçün, yığınlarga kirgizməyən işlər üçün. Bizning xalqni oldida Uyg'urchasida shundoq chiroyli so'zlaydi. İşkimiz uchoq kelinglar deb. Bir paqsaq ishning teshig'i solab chiqarayotgan. U ishlarni qanday qilamiz? Hamma jidalni terib qo'yib, po'qni yig'ishtiramay xalqni urushga sap asha jusa. Ya chiqib voy meni xatoligimga xafa bo'linglar degan bir eg'iz gapni qilamsa. Aşu indigenes məsəl çıxan vaxtda xatalıqni birinci bo'lib tunublam durustluqni ko'rsatsa, xil bunchilik chiqadan ayrılmaydı bu təşkilatdan. Sal qaynab qaldım. To'g'ri tushunasizlar qarindoshlar.